ham aytib o'tganimizdek, poytaxtimiz yo'llaridagi har bir holatlar yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining va albatta bizlarning, ya'ni ko'rsatuvimiz ijodkorlarining nazaridan chetda qolmaydi. Davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan turli tadbirlar esa har bir harakat ishtirokchisining manfaatini ko'zlaydi. Yo'llardagi tartib, intizom ko'zlarimizni quvontirsa, sodir bo'layotgan qoidabuzarlik holatlari dilimizni xira qilayotgani ham rost. Inspektor Sultonov 3-divizion 1-safarbar guruh inspektori. Televizorni chiqarganmiz endi. Safarda qizilchiroq yonganda ham harakatlanib kelyapsiz. Ko'kdan o'tib bo'luvdimi aka? Qayoqdan? U yoqdan o'tib keldimmi men? Hop. Siz u yoqdan o'tgan. Ko'kdan o'tib o'rtada turuvdim. Hop. Hop, yo'lni bo'shatib berishim kerak-ku. Qaysi yo'lni? Bu mashinalarga. Qaysi mashinalarga? Hamitdan o'tib. Kechirasiz. U tomonda yashil chiroq bo'lganda, bu tomon qizil bo'ladi. Bu tomonga ko'k yonganda o'tib kelyapsiz. O'shanga bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Holatlardan ko'rinib turibdiki, haydovchilarimiz kimdir bilib bilmagan holda, kimdir esa atayin mensimay yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlanmoqdalar. Aynan svetoforning qizil chiroq ishorasiga bo'ysunmaslik holatlari bilan bog'liq qoidabuzarliklar ko'rsatuvimizning deyarli har bir sonida namoyish etiladi. Qizil chiroqqa o'tish yoki to'xtash chiziqlariga amal qilmaslik ko'pgina salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi, hatto yo'l transport hodisalariga olib kelishini biz ko'rsatuv ijodkorlari ham, yo'l patrul xizmati xodimlari ham takrorlashdan charchamaymiz. Lekin holatlar barcha ham avvalo o'z xavfsizligiga, qolaversa, yon atrofdagilarning salomatligiga yetarli darajada e'tibor bermasligini ko'rsatmoqda. Assalomu alaykum. Inspektor Sultonov 3-divizion 1-safarbar guruh inspektori. Yo'l harakat qoidalari 802 bandini qo'pol ravishda buzib kelyapsiz. Nima, to'xtamayapsizmi? Svetofor yondi, to'xtash kerak. O'ng tomoningizdagi mashinalar bir qator to'xtab turibdi. Siz o'tib kelyapsiz. Protokol yozib beramiz. Bir oy ichida to'lab olasiz. Assalomu alaykum. Inspektor Sultonov 3-divizion 1-safarbar guruh inspektori. Hujjatlaringiz. Hujjatlarim borga mayli, hozir ko'rsataman. Nima narsaga qildim? Yo'l harakat qoidalari 802 bandi. Svetoforni taqiqlovchi chirog'iga harakatlanib kelyapsiz. Menmi, ukajon? Chapimdan mashina o'tganini ko'rmaysizmi? O'rtadan kirib keldim, ukajon. Akajonim, siz mana bu yerda kirib keldingiz o'rtaga. Ha, siz u yoqda to'xtashingiz kerak edi. Svetofor qizil yonib bo'luvdi. Sizga o'tgan bo'lganda nima men chapimdan orqamdan mashina o'tib ketib olmadingiz? Men o'rtada qo'dada kelyapman. Yo'q, aka, sizni orqangizdan birorta mashina kelmadi. Chapimdan o'tib ketdim. Hujjatlaringiz o'rtoq haydovchi. Bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Avtomaktabni muvaffaqiyat bilan tugatib haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan ekansiz, demak siz barcha haydovchilar bilishi shart bo'lgan qoidalarni mukammal o'zlashtirgansiz. Unutmang, yo'llarda siz yolg'iz emassiz. O'zgalardan hurmat, e'tibor talab qilsangiz, demak o'zingiz ham harakatlanish madaniyatiga so'zsiz amal qilishingiz shart. Inspektor Sultonov 3-divizion 1-safarbar guruh inspektori. Nima narsa? Yo'l harakat qoidalari 802 bandi. Bu kamera qanday bosib ketdi? O'chirtasizmi kamera? Ne, svetofor qizil yonsa ham o'tib kelyapsiz. Qizil yonsa o'tib kelmadim aka. Turuvdimi? To'p turgan joyda turuvdim. Qayerda turuvdingiz? Chorraqani bo'shatishim kerak edi. Qayerda turuvdingiz? Mana spark o'tayotgan joyda turuvdim. Kechirasiz. O, 06 turgan joyda turuvdingiz. Akajonim, siz yaxshimisiz? Keling, bayonnoma yozib beraman.
Inspektor Sultonov, 3-divizion. Ha, qoida buzyapsiz. Yo'l harakat qoidalari 15-4 bandi. Qarama-qarshi yo'nalishni qo'yib yubormasdan burilyapsiz. Ikki tomonlama qarama-qarshi yo'nalishi ochiq. Ha? Sapanetini yo'q. Nima qilishdi? Turish kerak. Gapni yo'q-ku. Ha? Gapni yo'q. Orqangizdan? Ha? Birinchi qoidabuzar olinadi-yu. Hujjatlaringiz. Mana, o'qib chiqing, yoki Qani, hop, to'xta, yo'l berish shart deyapti. Qarang, qanaqasiga men yo'l beraman bu yerda? O'zingiz o'ylang. qanaqasiga? Ha, O'rtaga chiqasiz, o'rtaga. Ular turibdi-yu. Hali yozib berasiz. Hamma to'xtab turuvdi deb. Bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Avtomashina haydovchilaridan yo'lda hushyor bo'lish bilan birga yo'l belgilariga qat'iy amal qilishlari talab qilinadi. Piyodalarning harakatlanishlarida qulaylik yaratish, ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'llarga turli belgilar o'rnatiladi, maxsus chiziqlar chiziladi. Ayniqsa piyodalarning o'tish joylarida bunday joylarga chizilgan chiziqlarni oddiygina qilib zebra deb ataladi. Sodir etilgan qoidabuzarliklar nozirlar tomonidan sira kechirilmay, darhol chora ko'riladi. Chunki aynan shunday belgilangan joylarda qoidaga amal qilmaslik turli yo'l transport hodisalarining sodir bo'lishiga olib kelishi mumkin. Assalomu alaykum. Inspektor Sultonov, 3-divizion. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, bizda o'qoldi. Hujjatlaringiz. O'rniga qoldi. Tinchmisiz? Ha, rahmat. Avvalo qalda nima qilamiz endi? Ha? Moshni to'sib ichib qo'yib ko'rmadim. O'tib ketdim. Yo'l harakat qoidalari, piyodalar yo'lachasidan o'tayotgan bir guruh piyodalarga yo'l bermasdan harakatlandingiz. Endi vaziyat ko'rdingiz-ku, to'sib qo'ygan, bo'lmasa qo'zg'azardik. To'g'ri. Epika ham o'tib ketib qoldi. Endi sababli bu. mashinani harakatlanishini tezligiga qarab olish kerak. Qo'qiston oldingizda biror narsa paydo bo'lib qolsa to'xtata olib bo'ladigan bo'lish kerak-ku. Asosan to'xtata olmadingiz. Ha, bizda. Yashang. O'shanga bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Birinchi safarbar guruh inspektori. Пешеход не пропустил, командир. Все. Нет, осторожно надо быть. Ваша машина, знаете, как играет? Да, я знаю, там это... Нет, не гололед же сейчас. Не гололед, просто, сами видите... это Новый асфальт. как- Новый, да. Да, новый Как асфальт. скользкий немного. Да. А баллоны хорошие. Баллон вот только поменяли, разговор нет. О, на пешеходы не смотрели. Нет, я их видел, они переходили. Они просто- начали переходить. Да. Рядом с вами первая сторона Да. с полосы остановилась. Да, и я поэтому, как он остановил, я думал, Но он машина пойдет, пронесла. я тоже пойду. Да. А он остановил, я Вот, поэтому вот, тоже вот. тормознул, меня раз даже кинуло, сами видели, да? Shahrimizning keng va ravon ko'chalarida avtomashinalarning harakatlanishiga sharoit yaratilgan bo'lsa-da, to'xtash va to'xtab turish masalalari ko'pincha boshog'riq muammoni yaratadi. Mana bu belgini nafaqat haydovchilar, balki boshqa harakat ishtirokchilari ham avtomobil boshqarmasalarda juda yaxshi biladilar. Bu belgi avtomashinani to'xtatish umuman mumkin bo'lmagan yo'l chetiga o'rnatiladi. Mana bu yo'l belgisi esa 10 daqiqadan ortiq muddatga to'xtab turish taqiqlanishini bildiradi. Ayrimlar mana shu ikki yo'l belgisini adashtirib, ba'zida o'zlari istamagan holda qoidabuzarlikka yo'l qo'yadilar. Assalomu alaykum. Inspektor Sultonov, 3-divizion, Yakkasaroy tumani. Rahmat. Yaxshi Mana bu yuribsizlar? yerda qarang, mana bu yerda mana bu yoq aylanisha arqamda mashina boradi, shu to'xtadim. Bu yoq to'xtab turib o'tiraverib nima qildim-da. Haqqa o'tish uchun. Mana bu Bu qatnov qismidan u qatnov qismiga o'tish uchun Ha. to'xtadingizmi? Ha, shu yerda to'xtadim. Hop, harakatlanib, pavorot chiroqchasini yoqib, burilsangiz bo'ladi-yu. Burilib kelish uzoqroqda. Uzoqroqda edi-da. Aha. Shunga endi sal tajribasizlik qildik-da. Nega endi? Bu rahmat. kamida 20 yillik haydovchisiz, kamida. Yo'q, rahmat aka. Hujjatlaringiz. Hujjatlar bor. Qani oling-chi. To'xtash va to'xtab turish qoidasini buzganingiz uchun eng kam ish haqini 3 baravarda jarima bo'ladi. Unda mashinalar qayerda to'xtashi mumkin deb e'tiroz bildirishga shoshilmang. Bozorlar, korxona-yu tashkilotlar va umuman gavjum joylarda avtomobillarga maxsus to'xtash joylari tashkil etilgan. Turargohlar qurilgan. Lekin avtomaktabda o'qigan bo'lsalarda, aynan mana shu yo'l belgisi o'rgatilayotgan paytda e'tiborsizlik qilganlar. Belgiga ahamiyat ham bermay, to'g'ri kelgan joyda to'xtayveradilar. Oqibatini esa sezib turganingiz aniq.
Assalomu alaykum. Inspektor Sultonov, 3-divizion, 1-safarbar guruh inspektori. Narushение qildimmi? Da. Qanaqa? Endi qayta tushiring passajirlarni. O'rtog'im qizini, nevarasini olib keldi, Moskvadan kelishdi. Hop. Tushirdim, ketdim, bo'ldi. Bizni ko'rmadingizmi? Endi e'tibor bermadim. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida belgilangan talablarga ko'ra, to'xtash va to'xtab turish qoidalarini birinchi marotaba buzgan haydovchilar eng kam ish haqqining 3 barobari miqdorida jarima to'laydilar. Xuddi shu qoidabuzarlik ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilsa, jarima ham eng kam ish haqqining 5 barobari miqdoriga oshiriladi. Xuddi shunday huquqbuzarlikni 2 marotaba ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etish eng kam ish haqqining 10 barobari miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Salmoqli miqdor, shunday emasmi? Lekin pul mablag'ingizni qanday va nimalarga sarflashni tanlash huquqi faqat va faqat sizga berilgan. Yana bir masala, e'tibor bergan bo'lsangiz, aynan savdo majmualari, bozor va boshqa muassasalar joylashgan yo'l chetlariga mana shu to'xtash va to'xtab turishni taqiqlovchi yo'l belgilari o'rnatilgan. Bu sizni ovora qilish yoki bo'lmasa jarimaga tortish maqsadida emas, balki yo'llarda sodir bo'layotgan harakat xavfsizligiga jiddiy rahna solayotgan tirbandliklarning oldini olish maqsadida joriy etilgan. Demak, ayrim shunday vaziyatlardan norozi haydovchilar ham o'z manfaatlarini o'zgalar xavfsizligidan ustun qo'ymay, avtomashinalarni maxsus turargohga joylashtirib, ko'zlagan manzillariga piyoda o'tib kelsalar, eng avvalo qonunlarni, o'rnatilgan tartib qoidalarini hurmat qiluvchi va albatta oila byudjeti haqida qayg'uruvchilar safini kengaytirgan bo'lardilar. Assalomu alaykum. Inspektor Sultonov, 3-divizion, 1-safarbar guruh inspektori, Yakkasaroy tumani. Yaxshi yuribsizmi? Yo'l harakat qoidalari, to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzyapsiz. Zak ko'rmay qolmayman. Yo'l harakat qoidasini buzganingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Yo'l harakati ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalariga rioya etishi uchun mas'uliyatini oshirish, ularda qonunlarga nisbatan hurmat hissini yuksaltirish maqsadida qonun va qonunosti hujjatlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Sodir etilayotgan har bir qoidabuzarlikning xavflilik darajasi alohida o'rganilib chiqilib, tegishli jarima miqdorlari ham belgilandi. Qoidabuzar haydovchilar bunday yuqori jarima miqdorlarini to'lay olmasliklaridan shikoyat qiladilar va uning oddiy yechimini ko'ra bilmaydilar. E'tibor bering, agarda siz tartib qoidani buzmasangiz, jarima to'lashga hech kim sizni majburlay olmaydi. Sizdan talab qilinadigan faqat va faqat yo'l harakati qoidalariga rioya qilishdir. Mashina boshqaruviga o'tirgan har bir kishi avvalo hushyor bo'lishi shart. Uning e'tiborsizlik yoki bo'lmasa parishon xotirlik qilishga sira haqqi yo'q. Mashinangizni o't oldirishdan avval barcha hujjatlaringiz taxt ekanligiga ham amin bo'ling. Agarda biron bir hujjatingizni uyda unutib qoldirsangiz yoki amal qilish muddatlari o'tgan bo'lsa, siz borar manzilingizga yetmasdan yo'lovchi mashinada ortga qaytishga, sevimli avtomobilingiz esa siz barcha hujjatlarni taxt qilib, qo'shimchasiga jarima to'lab kelguningizcha jarima maydonida qolishga majbur bo'ladi. Inspektor Sultonov, 3-divizion, 1-safarbar guruh inspektori. Hujjatlar bo'ladi buni, aka? Yozib beramiz, aka. Yo'l harakat qoidalari, to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzyapsiz. Yo'qmiz. Ko'rmayam qolman dedi. Ravayz qayerda? O'rtoq haydovchi guvohnomangizni ogohlantirish tanlovligingiz yo'qligi uchun vaqtincha mashinangiz jarima maydonida turib turadi. Hujjatlarni to'liq qilib olib kelganingizdan keyin mashinani olib ketishingiz mumkin. Marhamat, passajirga o'tirib oling. To'xtash va to'xtab turish qoidalarini yaxshi bilmaydigan yoki bilsa-da amal qilishni istamaydiganlar bizni masalani faqat bir tomonlama yoritishda ayblaydilar. Ehtimol hozir siz, ya'ni ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgan aziz tomoshabin ham shu fikrdadirsiz. Lekin ijodiy guruhimizning asl maqsadi bu emas, ishonavering. Sodir etilayotgan qoidabuzarliklar, ularga ko'rilayotgan choralarni yoritishimizdan maqsad avvalo siz azizlarni hushyorlikka chaqirishdir. Keyin esa
esa halol mehnatdan topayotgan daromadingizni jarima to'lashga emas, balki oilangiz quvonchiga sarflashingizni istaymiz. Go'zal poytaxtimiz yo'llarida sodir etilayotgan qoidabuzarliklar va shunday holatga yo'l qo'ygan haydovchilardan o'zingizga to'g'ri saboq chiqarishingizga ishonamiz. Bizlardan achchiqlanishingiz esa noo'rin. Axir bejiz do'st achitib gapiradi deyishmaydi-ku. Xatolaringizni, o'zingizning noo'rin xatti-harakatingizni chetdan kuzatish imkonini berganimiz uchun bizdan ranjimang. Qonun qoidalariga amal qilmaslik, yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabini bajarmaslik ko'pgina qaltis vaziyatlarga, hatto yo'l transport hodisasiga sabab bo'lish haqida yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ham, biz ko'rsatuv ijodkorlari ham takrorlashdan charchamaymiz. Lekin holatlar barcha ham o'zining va albatta o'zgalarning xavfsizligiga yetarli darajada e'tibor qaratmasligini ko'rsatmoqda. Bu haqda esa keyingi ko'rsatuvimizda barchamizning yo'llarimiz bexatar bo'lsin.